Minecraft 1.21 yangilanishidan keyin juda ham ko'p narsalar qo'shildi. Masalan, bizga tanish Trail Chambers. Bu konlarda chiqadigan struktura, ba'zilar buni jitillar bilan savdo qilib topishadi. Bu joyni xaritasini sotib olish juda ham mashaqqatli. Har bir chunk 16 ga 16 blok hududida paydo bo'lish ehtimoli taxminan 1-2% atrofida. Biz bugun shu strukturani topishga harakat qilamiz va shu yerdagi maze qurolini yasaymiz. Undan oldin siz videomizning homiysi Quartz'ni kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyin esa eng oxirgi videosini kommentariyasiga Leo Johndan salom deb yozib qo'yishni unutmang. Men har bir obunani o'zim tekshirib olaman. Kanal silkasi kommentariyada. Bu struktura bizga nimaga kerak? Undan nimalar topsak bo'ladi? Siz shu yerdagi spawnerlardan tushayotgan moblarni o'ldirsangiz, sizga mana bunday kalit beradi va shu kalitni mana bunday mexanizmning ichiga solasiz. Bundan esa sizga xazinalar tushadi. Siz xuddi shunday uzun yo'laklarga ham duch kelishingiz mumkin. Shu yo'laklardagi mana bu ko'zalardan ham zo'r narsalar tushadi. Sizlarga aniq kerak bo'ladi. Hattoki bu ko'zalardan kalitlar ham tushishi mumkin. Bu sizning omadingizga bog'liq. Hozirgina men butun umrlik omadimni ishlatib qo'ydim. Shunday zo'r videolar uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz unda survivalni boshlaymiz. Men spawn bo'lgan joyda qishloq ham bor ekan. Bu menga foyda bo'ladi. Men qishloqdan narsalarni yig'ishni boshladim. Shu yaqin atrofda kon ham bor ekan. Men shu yerga tushib, temirlar yig'ishni boshladim. Shaxta juda ham qorong'i bo'lgani uchun men u yerni videoga ola olmadim. Va kondan kuchayib chiqqanimdan keyin golemni topib, uni o'ldirishga kirishib ketdim. Galenga o'xshamoqchi bo'lmasangiz, siz ham kanalga obuna bo'ling. Men qishloqlarni bu yerga yig'ib, Trail Chambers xaritasini savdo yo'li bilan olmoqchiman. Va men konga borib, kuchayib kelishga qaror qildim. 2000 years later. Kondan chiqib, jitillarning yo'liga yugurdim. Hammasi tirikmikan, bir chekkadan ko'rib chiqaman. Bu yerda men qidirgan xaritachi jitil yo'q bo'lib qopti. Meni taxminimcha u o'zini kasbini almashtirgan. Men qayerdandir shunday xaritachi jitilni topishim kerak yoki o'zim kasb berishim kerak. Obunachilar, mana men jitilni topolmasam, mana bunday yo'lga o'tdim. Unga kasb berdim. Men kondan olib chiqqan narsalarimga jitillar bilan savdo qilib, Trail Chambers xaritasini oldim. Va inventarimda keraksiz narsalarni tozalab oldim.
Keyin men Trail Chambersni topish maqsadida xaritaga qarab yurishni boshladim. Biz Trail Chambersga yaqinlashib bormoqdamiz. Va shu yaqin atrofda pillagerlar bazasi bor ekan va shu yerni ham tunadim. Va nihoyat uzoq kutilgan damlar va biz Trail Chambersni topdik. Va biz Maze'ni qo'lga kiritishimizga ozgina fursat qoldi. Shu yaqin atrofda yangi mobni spawner bor ekan va men ularni o'ldirishga kirishib ketdim. Va men shamol maxluqlarini o'ldirib, shunday kalitlar to'pladim. Va mana bunday mexanizmlarni ochib, o'zimga kerakli narsalarni oldim. Va mana bu mexanizmning ichidan menga juda ham kerakli kuchli kalit chiqdi. Men bu kuchli kalitlar orqali mana bunday kuchli mexanizmlarni ochaman. Bulardan esa menga Hevcore tushishi mumkin. Shunday qilib men bir qancha kuchli mexanizmlarni ochdim. Men bir narsani bildimki, Hevcore'ni 0.5% imkoniyat bilan topishim mumkin. Bu degani biz uni topishimiz qiyinlashadi. Men yana shunday kuchli qurilmalar ochayotganimda Hevcore chiqib qoldi. Va nihoyat men bir qancha urinishlardan keyin Maze qurolini yasadim. Shunday zo'r kontentlar uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Endi men o'zimni Minecraft olamidagi eng qudratli bossman deb hisoblasam ham bo'ladi. Endi men bu ikki qurol bilan Wardenni 180 ta blok tepadan urib o'ldirishim mumkin. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Leojon bo'ldim. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi.